Xo'p, mexanik yuzda qadrli obunachilar, bugungi video obzorimiz Jack G7 hamda Jack GS6 ning motor zashlari haqida bo'ladi. Xo'p, birinchi mana ko'rsatib o'tamiz. Endi bularni sizlar bilan raspakovka qilamiz. Bu Jack G7 niki. Şimdi bunu açacağız. Birinchi bo'lib mexanik yuzda Jack G7 ni mana temirli motor zashnigi sotuvda. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi mana. Bu bitta. Bu ikkinchisi. Xo'p, endi keyingisi Jack GS6 niki. Uni ham raspakovka qilib beramiz. Bu og'irroqligi. Ochisham qiyin bo'lib ketdi buni. Bu Jack GS6 ga motor zashnigimiz. Endi ichidan yana nimadirlari chiqdi buni. Hop, ustanovka qilish uchun o'zini mayda-chuyda narsalarni. Xo'p, endi bu qisqa video bo'lib qoldi. Davom ettiramiz. Boshqa zapchastlar bilan tanishtirib o'tamiz. Jack T6 ni sharovoylari, ya'ni pastki qismi zavodskoy mana. Jack yozuvlari bilan. Xo'p, keyingisi bu tepa qismi. Stabilizator tegalari. Jack T6 ga, Jack T8 ga. Xo'p, undan keyin rulavoy nakonechninglar mana. Zavodskoy Jack. Xo'p, bundan tashqari ko'pchilik so'ragan Jack G7 stupitsalari ham yetib kelgan mana. Xo'p, stupitsadan tashqari bu tarafda mana Jack T6 pikapimizga ham stupitsamiz yetib kelgan. Jack Sunray uchun rulavoy nakonechniklar bor. Hop, yana bitta katta yangiligimiz ko'pchilik so'ragan moy, ya'ni Jack zavodskoy moylari mana 5 ga 30. Jack brendining zavodskoy moylari. 4 litrli. Bemalol pastki raqamga aloqaga chiqib, bularning narxlari, to'lov usullari haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. Dastavkalarimiz ham butun O'zbekiston bo'ylab bor. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Mexanik uz doimo sizlar bilan birga. Sizlarga yanada katta yangiliklar qilishda davom etamiz. Doimo biz bilan qolinglar.